Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünü kızgın karşılamız. Ben Erşidin İdiqut. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qanadıqtınlar ekranımızda bolsun. Irqiy qirg'inchilikning bosh ijrochilaridan biri bo'lgan Chen Mingoning amali o'stirildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bosh ijrochilaridan biri bo'lgan va bu sababli 2021-yili Yevropa Ittifoqining jazo tizimiga kirgizilgan Chen Mingo atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining muavin sekretarligiga tayinlangan. Xitoy xalq to'rining xabarida qayd qilinishicha, 27 dekabr Urumchida atalmish terrorlikqa qarshi turish tashviqot va tarbiya faoliyati o'tkazilgan bo'lib, xabarda Chen Mingo atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining muavin sekretari deb tunishtirilgan. Xitoyning boshqa xabar to'rbatlari buni alohida xabar qilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda asosliqi Uyg'urlar bo'lgan Turkiya xalqlariga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishda muhim rol o'ynagan Chen Mingo 2021-yildan 2024-yili 2-oygacha atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatining muavin raisi va JX nazoratining noziri qatorliq vazifalarga qo'yilgan. Bu yil 2-oyda atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komiteti doimiy hay'at a'zosi bo'lib tayinlangan. Növətdə bolsa vəzifəsi təximi üstürülüb, Maşinruyning muavini bo'lgan. Quli Uyg'urlarning qini bilan bo'yalgan Chen Mingo 2021-yili Yevropa Ittifoqi tarafidan Uyg'urlarni bostirishda muhim rol o'ynash jinoyati bilan ayblanib, jazo tizimiga kirgizilgan edi. Oldingi oyda Xitoy atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining noziri Penshini atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatining muavin raisi qilib tayinlab, qo'rchoq amaldor Mardan Muqoyitning o'rniga qo'ygan edi. Xitoyning yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishda bosh rol o'ynagan hamda JX nazoratining nozirlik vazifasini o'tagan Xitoy amaldorlarini orqa-orqadan o'stirishi irqiy qirg'inchilikning davomli qattiq ijro qilinadiganligidan shapi bermoqda. Trump TikTokni cheklash haqidagi qonunni to'xtatib turishni talab qildi. Amerikaning yangi bir navbatlik prezidenti bo'lib saylangan Donald Trump maydonini o'zgartib, Xitoy shirkati TikTokni Amerikada butunlay cheklashi mumkin bo'lgan qonunning ijro qilinish muhlatini kechiktirish va siyosiy hal qilish chorasi tepish haqida Oliy sud mahkamasiga talab sundi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning sobiq prezidenti va yangi bir navbatlik prezidenti Donald Trump 27 dekabr bir qisqa shikoyatnoma sunib, Amerika Oliy sud mahkamasidan TikTokni cheklashga aloqador qonunni vaqtincha to'xtatishni talab qilgan. Mazkur qonunga asosan, agar TikTok supsi Xitoydagi ana shirkati ByteDance tarafidan ma'lum Amerika shirkatiga sotib o'tilmasa, Amerikadagi tijorati butunlay cheklanadi. Mazkur qonunda berilgan oxirgi muhlat 20-yanvar, ya'ni Trumpning vazifaga o'ltirishidan bir kun burun edi. Trumpning qonun guruhi bu vaqtdagi xatida TikTok masalasining qiyin va yangi duch kelgan masala ekanligini, sud mahkamasi belgilangan muhlatni tiximi uzartib, siyosiy hal qilish chorasi tepish uchun fursat yaratib berish kerakligini bildirgan. Halbuki Trump 2017-yildan 2021-yilgacha bo'lgan tunji vazifa o'tash muddatida Xitoy shirkati TikTokqa qattiq qarshi turgan edi hamda davlat bexatarligini ko'zda tutib mazkur supni cheklashga tirishgan edi. Ammo u hozir maydonini o'zgartgan bo'lib, bu yilning beshida o'zining TikTokning bexatarlik xavfi borligiga ishonganligini, ammo uni cheklashga qarshi turganligini aytgan. Amerika parlamenti bu yilning beshida Amerikaliklarni raqib davlatlarning kontrolligidagi detallarining ziyonkashligidan qo'g'dash qonunini ma'qullagan bo'lib, mazkur qonunda TikTok supsining Xitoy rejimi tarafidan kontrol qilinganligi, Amerikaliklarning uchur bexatarligini qo'g'dash uchun TikTokning bosh shirkati ByteDance'ning 2025-yili 19-yanvardan burun Amerikadagi tarmoqini sotib o'tib, bosh shirkatdan ayirishi kerakligi, unda qilmasa TikTokning Amerikada butunlay cheklanadiganligi bekitilgan edi. Uzun o'tmay TikTok bu vaqtda norozilik arzi sungan edi. Amerika norozilik sudi bo'lsa 6 dekabr rasmiy hukm chiqarib, Amerika parlamenti ma'qullagan bu qonunning Amerika asosiy qonuni qo'g'dayotgan fikr erkinligiga zid emasligini muayyanlashtirib, TikTokning norozilik arzini rad qilgan edi.
Sharqiy Turkiston O'limalari birligining 11 qitimliq shura yig'ini boshlandi. Sharqiy Turkiston O'limalari birligining 11 qitimliq shura yig'ini 28 dekabr Istanbulning Beylikdüzü rayonida o'tkazildi. 3 kun davomlashgan shura yig'ini Qur'on tilovati bilan boshlandi. Sharqiy Turkiston O'limalari birligi raisi doktor Olimjon Bug'doy ichilish so'zi qilib, oldi bilan birlikning qurilish maqsadining muhojiratda yashayotgan o'limalar bir yerga yig'ilib, Sharqiy Turkiston xalqini dunyo va oxiratlik to'g'ri yo'lga yetaklash ekanligini, bu maqsadga yetish uchun Uyg'ur o'limalari xalqni Xitoyga qarshi harakatlantirish uchun tirishchilik ko'rsatganligini, bu jarayonda kelgan aziyat, jafolarga chidab mas'uliyatini ado qilib kelganligini, chet elda yashayotgan o'limalar Sharqiy Turkiston o'limalari birligini qurib, mustaqil tashkilot tariqasida da'vat guruhi, fatvo guruhi, ta'lim-tarbiya guruhi, tadqiqot guruhi qatorliq bir qancha bo'limga bo'linib xizmat qilayotganligini bayon qilib o'tdi. U oxirida o'tgan yillik shura yig'inidagi qarorlarning amaliylashish ahvolini ko'zdan kechirish va buningga asosan kelar yillik qarorlarni chiqarish uchun oldingi bir yillik qarorlarni eslatib o'tdi. Orqadan Sharqiy Turkiston o'limalari birligining bosh kotibi Abdulahad Ujad birlikning 2024-yillik xizmat ahvolidan doklad berdi. Yig'inning tunji kuni har qaysi bo'limlarining 2024-yilda qilgan xizmatlari haqida doklad anglab o'tgandan keyin Sharqiy Turkiston davosida o'limalarning roli, o'limalar duch kelayotgan qiyinchiliklar, muhojiratda qilishga tegishli xizmatlar qatorliq temalarni muzokara qilish bilan davomlashadi ekan. Zelenskiy Xitoyni Shimoliy Koreyaga bisim ishlatishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiya jang maydoniga avatgan Shimoliy Koreyalik askarlarning ig'ir talafotga uchirganligini bildirib, Xitoyning buning oldini olish uchun Pyongyangga bisim qilishi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy qo'mondonlari bilan Rossiya-Ukraina urushi to'g'risida ochgan yig'ini to'g'risida ijtimoiy taratquv supsi X'dagi adresida sin ko'rinishlik uchur ham baholadi. U Shimoliy Koreyalik askarlarining Rossiyaning Kursk rayonidagi to'qinishlarga qatnashganligini bildirib, ular ig'ir talafotga uchrayotdi. Ham Rossiya armiyasi hamda Shimoliy Koreyalik kuzatuvchilarning bu askarlarning hayot qilishi bilan kori yo'qligi aniq dedi. Zelenskiy yana Shimoliy Koreyalik askarlarining bexatarligining nazarga ilinmasdan jang maydoniga avatganligini va Rossiya tarafining bu askarlarining asirga tushib qolmasligi uchun har xil choralarni qo'llanayotganligini, bu askarlardan bir qanchasining Ukraina askarlari tarafidan asirga ilinganligini, ammo ig'ir yaralanganligidan qutqizib qololmaganligini bildirdi. Zelenskiy Shimoliy Koreya xalqining Yevropadagi urushlarda hayotidan ayrilmasligi kerakligini ta'kidlab, bu masalada Xitoy qatorliq Shimoliy Koreyaning qo'shinlari nupuzini ishlatalaydi. Xitoy urushining uzurmasligi kerakligi haqidagi bayonlarda samimiy bo'lsa, Pyongyang tarafga keraklik bisim ishlatish uchun tirishchilik ko'rsatishi kerak dedi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.